do'stlar, Spita kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz Blender bo'yicha kursimizda qanday qilib 2D, ya'ni rasm holatdagi obyektdan 3D obyekt yasashni o'rganamiz. Endi ko'rib turganingizdek, tekislikdan biz 3D obyektga o'tkazishni o'rganamiz. Ya'ni bular shunchaki kvadratlar bilan emas, balki xohlagan rasmdan aynan siz 3D obyektni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Va buning uchun biz aynan bittagina programmani, faqat Blenderda emas, balki bizga yordamchi yana bir programma kerak bo'ladi. Ya'ni bu Inkscape. Ya'ni siz Inkscape'ni o'zini ofitsial saytidan o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi va unga kirganingizdan so'ng aynan siz mana bunday o'zingizni rasmingizni qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Qo'yganingizdan so'ng, ya'ni bizga ko'rinib turibdi, ya'ni bizda uning atroflari ko'rib turganingizdek juda ham xira va biz 3D obyekt qilmoqchi bo'lganimizda ham uni chetlari shunaqa g'adir-budur bo'lib qoladi. Va ayni shu programmaning o'zida biz bularni ham to'g'irlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib keling o'rtaroqqa qo'yaveramiz va sal kuchaytiramiz. Kuchaytirib o'rtaroqqa qo'yib olamiz va endi Paz'ni bosamiz va Trace Bitmap'ni bosamiz. Va Trace Bitmap bosgandan so'ng bizda mana bu yerda Single Scan yoki Multicolor degan variantlar chiqadi va biz Single Scanni bosamiz. Agar sizda juda ko'proq ranglar bo'lsa, ya'ni har xil rangda bo'lsa, logoingizni yoki rasmingizni siz multicolorni bosishingiz kerak bo'ladi, lekin bizning holatda single scan yaxshiroq bo'ladi. Hop, brightness cutoff'ni tanlaymiz va bu yerdan hamda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Hamda qilamiz. Va bu yerda invert image'ni bosamiz va bizda mana bunday qop-qora logo paydo bo'ladi va uning atroflari oq joylari o'chib ketadi. Hop, endi apply'ni bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, biz buni olib tashlasak va biz buni udays qilib tashlasak ham mumkin bo'ladi va bizda aynan o'sha finalniy logomiz paydo bo'ladi va uni yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bu tep-tekis, bitta ham g'adir-budir joylari yo'q va bu bizda aynan ideal rasm hisoblanadi. Va buni endi sketches qilib olishimiz kerak bo'ladi. Faylni bosamiz va bu yerdan Save a copy va Save a copy bosgandan so'ng desktopga saqlanib qilamiz va aynan bu yerdan SVG formatda biz sketches qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va drawing file bo'lib turaversin va buni Save'ni bosamiz. Va endi biz Blenderni ochishimiz kerak bo'ladi. Blenderni ochganimizdan so'ng va Blenderni ochib olganimizdan so'ng biz barcha narsani o'zgartirib tashlaymiz, ya'ni A ni bosamiz, barcha narsa tanlanadi va X bosib o'chirib tashlaymiz. Va endi biz aynan o'sha rasmni import qilish uchun F4 ni bosamiz, importni bosamiz va universal import F4 ni bosamiz qaytadan va ya'ni SVG Scalable Vector Graphics bosamiz. Va bu yerdan desktopni bosamiz va aynan biz o'tkazgan drawing bridge'ni sketch qilib olamiz. Va bizda juda ham kichik bo'lib turibdi va biz A ni bosamiz va uni kattaroq qilib olamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda rasmimiz hamda holatga kelib turibdi va tepasida bizda yozilgan ortiqcha narsa bo'lib qolibdi va biz buni edit moddan o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Edit modga o'tamiz, tepasini tanlaymiz va X qilib verticesni o'chirib tashlaymiz. Va ko'rib turganingizdek, endi bizda ideal rasm paydo bo'ldi va endi biz faqatgina buni 3D ga o'zgartirishimiz qoldi. Va yana bir narsa, agar siz buni yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, ya'ni edit modga o'tib ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, biz mana buni o'zgartiradigan bo'lsak, bizda aynan materiallar, ya'ni buning materiali tep-tekis holatda turibdi. Taqqoslaganda aynan bizning eski rasmimiz aynan mana bular taqqoslaganda bu anchagina xira edi va aynan Inkscape programmasi orqali biz shunchalik tekis qildik va endi buni holatga ko'tarishimiz kerak bo'ladi. O'zimizga qulayroq bo'lish uchun R ni bosamiz, Y ni bosamiz. Xo'p, birinchi bo'lib buni originni bosamiz va originni o'rtasiga qo'yib olamiz. Agar sizda ham boshqa joyga iljib ketgan bo'lsa, va endi rotate qilamiz, X qilamiz va 90 deb yozamiz. Ayni bizda bu rovna 90 gradusga qayrildi.
Va endi bu juda ham qora turibdi va biz buni rangini salgina yorug'roq qilmoqchi bo'lsak, aynan biz bu yerda material bo'limiga o'tamiz va ko'rib turganingizdek bizda SVG Matte 001 materialda turibdi va biz buni o'chirib tashlashimiz uchun esa aynan SVG materialdan X ni bosamiz va bizda oddiy materialga qaytib qoladi. Va endi biz buni 3D qilishimiz uchun shunchaki biz mana bo'limga o'tamiz. Data bo'limiga o'tamiz va geometry bo'limidan biz buni extrude qilishimiz kerak bo'ladi. O'zimizga kerakligicha extrude qilib olamiz va biz buni SY orqali salgina kichiktirishimiz ham mumkin bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek bizda tayyor 3D model paydo bo'ldi. Va endi biz bu bilan rangini o'zgartirishimiz mumkin yoki boshqa narsalar qilishimiz mumkin. Keyin rangini biz sariq qilamiz va bunga qo'shimcha light, ya'ni yorug'lik ham qo'shamiz. Arial yorug'lik qo'shamiz. Va yorug'lik kuchini masalan 5000 qilamiz. Va sal uzoqroq qolib o'tamiz. Va bizda bunday tilla ko'rinishdagi logo paydo bo'ldi. Va bugungi darsimiz shu narsalardan iborat edi. Ya'ni bugungi darsimizda biz qanday qilib rasmdan 3D model yaratishni o'rganib oldik. Va agar sizga Inkscape sayti kerak bo'lsa, men bu videoni opsiyasida qoldiraman. Va siz nafaqat mana bunday rasmlar orqali, ya'ni logolar bilan, balki boshqa o'zingizni yoqqan logolar va boshqa rasmlar bilan ham shunaqa 3D obyekt yaratishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta videoga like bosib, bitta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr!